Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Siz bilan bugun bir ajoyib shirinlik tayyorlashni o'rganamiz. O'zim ham birinchi marta to'g'risini aytsam tayyorlab ko'ryapman. Qani birgalikda tayyorlaymiz, qani qanday chiqadi. Demak, birinchi qiladigan ishim Bismillahirrohmanirrohim deb 4 ta tuxumni choqib oldim. Bitta mana shunaqa idishchamda to'la katta bir piyola chiqadigan shakarni solib oldim va ikkalasini bir xil massa bo'lguncha aralashtirib oldim. Mana shu ko'rinishda. Endi bir kosa kefirimni qarang qanday shishib ketdi. Bitta kichkina qoshiqda chayin soda soldim-da, ko'pirtirib oldim. Mana. Endi buni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Xohlasangiz mikserda bajaring, xohlasangiz mana shu ko'rinishda aralashtirsangiz ham bo'laveradi. Endi bu aralashmamizni kefirlar bilan birgalikda aralashgandan keyin ozroq un solamizda suyuq massa hosil qilib. Mana obunachilarimiz mana shu ko'rinishda unda o'lchamadim. Bir kosachadan un soldim. Endi bunga ozroq kakao qo'shib yuboraman. Taxminan bitta katta qoshiqda solib yuboraman kakaoni va bir xil massa bo'lguncha yana aralashtirib olamiz. Mana obunachilarimiz mana shunday ko'rinishdagi massa hosil bo'ldi. Endi bunga ozgina razlixetil qo'shib yuboraman. Yarim choy qoshiqcha, ko'p emas. Yarim choy qoshiqcha razlixetil solamanda. Juda ham qattiq emas. Mana shunday ozgina aralashtiraman. Endi buni duxovkamiz listini yaxshilab yog'lab olamiz, listga solib olamiz. Mana obunachilarimiz duxovkamiz listiga yog'lab solib oldik. Endi buni 180 gradusda 35 minut davomida duxovkamizda pishirib olamiz. Obunachilarimiz korjimiz pishib chiqdi. Buni endi tekshirib olamiz. Mana tayoqchamiz quruq chiqyapti. Endi korjimizni arasiga surtish uchun qaymoq bilan sulushonka molokani mikserlab olamiz. Manaki ungacha korjimiz ham ozroq sovib turadi. Mana obunachilarimiz bir piyola sulushonni malokoga damashni qattiq qaymoqning boridan ana damashni qaymoq shuni qo'shib yuboramiz. Yaxshilab bir xil massa bo'lguncha mikser qilib olaman. Mana obunachilarimiz mana shu ko'rinishda bir xil massa bo'lguncha mikserlab olamiz. Mana obunachilarimiz biskvitimiz oralari ochilib chiroyli bo'lib pishdi. Endi buni teng ikkiga bo'lib oldim. Bir bo'lagini olib turamanda. Bitta bo'lagiga milka yordamida teshib olaman. Milka yordamida teshib olib, xohlasangiz kofedan foydalanishingiz mumkin, xohlasangiz sutdan, menda sut borligi uchun sutdan foydalandim. Ustiga ozginadan sut to'kib chiqaman. Mana shu ko'rinishda aralariga kiradi. Mana shunday qilib to'kib oldim. Endi tayyorlab olgan kremimni suraman. Mana obunachilarimiz qaymoq bilan molokoni aralashtirilgan aralashmamizni surib oldik. Uni ustidan maydalangan yong'oq qo'ydim va biskvitimizni yana yarim bo'lagini qo'yib olaman. Shu ko'rinishda buni ustidan ham yana krem qo'yib olamiz. Kremlarimiz ustidan bananchiklarimizni mana shunday terib olamiz. Mana bu bananchiklarimizni serib oldik. Endi ustidan qaymoq bilan shokoladimizni eritib qo'yib olamiz. Obunachilarimiz shokoladimizni mana shunday eritib oldik qaymoq bilan. Endi tortimiz ustiga to'kib chiqamiz. Mana tortimiz ustiga shokoladimizni suyuq qilib to'kib oldik. Chunki men ko'proq qalinroq to'kmadim. Chunki bolalarim shokoladni uncha xohlamaganligi uchun shokoladni kamroq va suyuqroq qilib mevalarni ko'rinib turadigan qildim. Endi buni mana shu turishda bir kechaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Obunachilarimiz damashni
bir zumda tayyor bo'ladigan shirinligimdan tayyor bo'ldi. Siz ham buni albatta uyda tayyorlab ko'ring. Oralari judayam yumshoq va sochli bo'lib pishdi. Manaki bemalol siz ham uyda tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi.